Dadasi. Korotchi borku, bitta psixologni cho'tki gapini ko'rdimda, qirq-qirq ikkalamizga tegishli. O'z sen mana shu tarafda yugurib kelavermagin. Hamma videoyimiz bir xil bo'lib qolyapti. Yana bitta psixni gapini ko'tarib kelding, ha? O, menga qara. Hozir mana shu gaping mashetni barbod qiladi, tushundingmi? Ko'p gapirmang. Men ularni hurmat qilaman. Axir men sobiq lazi psixologman. Korotchi, gapni eshiting. Tuppa-tuzli tirikchiligingizni rasvo qildingiz-da, lazi psixolog. Tushunchasini eshitdik. Buni ham eshitaylik. Nima gap? Aslida er-xotin o'rtasida sevgi degan narsa yo'q ekan. O'zimdan shubhalanib yurdim. Demak, men haq bo'lganman. Keyinchi? Mana biz siz bilan doim janjal qilamiz-ku, lekin aslida bu janjal plyusga ishlar ekan. Bizning sevgi shunaqa dahshatki. Uzoqdan ko'rgan odam bu oila parokanda bo'lib ketdi deb o'ylaydi-da. Bilmaydi-da seni kimligingni. Eshiting. Xullas, o'sha janjal mana shu er-xotin o'rtasidagi sevgini yangilab, obnovleniya qilib turar ekan. Xotin, bu bizning janjalimiz sevgini obnovleniya qilmaydi-yo. Udaletga yaqin shu borib keladi-da. Shuning uchun siz oramizdagi janjaldan umuman xavotir olmang. Bu bizning sevgimizni charxlab turadi, yangilab turadi. Sevgimizni urovinini oshiradi. Bu sevgimizni urovinini oshiramiz deb sevgimizni qorong'i bir teshikka tiqmasak bo'ldi-da. Nima farqi bor? O'sha qorong'i teshikda ham sevgimiz yangilanib tursa bo'ldi-da. Sen meni jicha noto'g'ri tushunding-da. U teshikdan chiq. Xullas, tayyor bo'lib turing. Kechki sevgimizni bir yangilaymiz. Bu xotinga ishonib, sevgini obnovit qilaman deb shu udalet qilib yormasak bo'ldi-da.